Bugun ovqati yoqmasa, bir so'm pul to'lamaydigan joy ko'rsataman. Ketdi. Bu joydagi odamlar ovqatini sifatiga shu darajada ishonar ekanki, bemalol shunaqa taklif berishyapti. Ya'ni qaysi ovqat yoqmasa, o'sha ovqatni pulini to'lamasa ham bo'ladi. Menyudan asosan Yevropa va Buxoro taomlarini topishingiz mumkin. Buxoroning asl kaboblari deysizmi? Qiyma, jaz, tovuq hammasidan bor. Sochniligiga o'zingizlar baho beringlar. Vaguri yaxshi ko'rsanglar, undan ham bor. Ustilari ko'rishga, ichlari ham suvli. Xamiroqat xolasanglar, so'klari oqib turadigan mantilar. Suv ovqatga ser go'sht mastavali ham olishingiz mumkin. Yevropa taomlaridan bo'lsa, yumshoqqina go'sht shorrasiga qo'ziqorin, pishloq, yana allanimalar solib tayyorlangan ovqat yoki bo'lmasa mazali baliqlar ham bor. Salatlarni ham xilma-xillarini topishingiz mumkin. Men hammasidan ozginadan yeb ko'rdim. Ovqatlar rostdan ham to'q. O'zingizlar ham kelib sinab ko'rishingiz mumkin. Boya aytganimizdek, yoqmasa pulini to'lamaysizlar. Desertimansiylar Galatani eslatadigan San Sebastian yoki suvni zo'r ketadigan muzqaymoqlar ham tayyor. O'tirishga olaviy zal, bitta bolalar o'yingohi ham bor. Yoki tepada ulfatlar bilan o'tiradigan joy, alohida kabinkalar, даже pastda karaoke xonalarigacha tayyor turibdi. Adres Hadradan Durjbey, keturishda o'ng qo'lda. Marina, videoni tabinozu tanishlarga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.